Hozir sizlarga Ezvis kameralari va domofonlarni qisqacha obzor qilib beraman. Agar siz xonadoningiz uchun kamera olmoqchi bo'lsangiz, sizga ushbu 4 ta kamerani tavsiya qilaman. Nega desangiz, ushbu kameralarimizda afzalliklarini tushuntirib o'taman. Bu kameralarimiz faqatgina blok pitaniyaning o'zi bilan ishlaydi. Datchik dvijeniyaси bor, harakat bo'lganda telefoningizga xabar keladi. Ushbu kameralarimiz 2 megapikseldan boshlab 8 megapikselgacha bor. Navbatdagi kameralarimizga keladigan bo'lsak, ushbu kameralarimiz dala hovli va garajlar uchun moslashtirilgan bo'lib, qor va yomg'irga juda chidamli, sifatli va garantiya beramiz. Ushbu kameramizga keladigan bo'lsak, tepasi 220 gradusda, tagi esa 360 gradusda olib beradi. Ushbu kameramiz ham blok pitaniyadan pitaniya oladi va Wi-Fi orqali ishlaydi. Kvartira va hovlingiz uchun domofon hamda glazoklarni sizga tanishtirib o'taman. Ushbu glazogimiz zamonaviy glazok hisoblanib, Wi-Fi orqali ishlaydi, telefoningizga ulanadi hamda o'zining orqasida kichkina monitori ham bor. Ushbu domofonimiz Wi-Fi orqali ishlaydi, telefoningizga ulanadi hamda jeton bilan hamda Face ID orqali ham ochib kirishingiz mumkin. Ushbu ko'rib turgan kamera va domofonlarning narxi qiziq bo'lsa, kommentariyaga narx so'zini qoldiring.